أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Tefsiri Müyesser 23. ayet. Eğer sizler Allah Teala'nın müjdeleriga ve Peygamber aleyhissalatu vesselam Allah Teala tarafından sizlarga ilip kelgan Qur'oni Kerimning müjze ekanligida ikkilanib qarshilashchi kofirlar, bizning qulimiz, bizga ibodat qilgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga biz tushirgan Qur'oni Kerim to'g'riliq shaklanishda bo'la bo'lsanglar, sizlar u Qur'oni Kerim Allah Taolaning qishidan nozil bo'lgan emas deb gumonda bo'la bo'lsanglar, Qur'oni Kerim suralaridan biror suraning o'qishini keltirib boqinglar. Sizlar Qur'oni Kerim suralaridan biror suraning o'qishini keltirishga kuchinglar yeta bo'lsa, barliq hamkorlashquchi yordamchilardan yordam talab qilinglar. Agar sizlar Qur'oni Kerim Allah subhanahu va taolaning qishidan nozil bo'lgan emas, inson o'zi to'qigan degan yolg'on da'voyinglarda rostchil bo'la bo'lsanglar, agar sizlar hozir Qur'oni Kerimning o'qishini, Qur'oni Kerimning o'qishlaridan biror surani keltirishga ojiz kela bo'lsanglar, kelishakda qat'iy ojiz kelsizlar. Chunki arab balog'ati, arab so'zmalligi va adabiyoti eng taraqqiy qilgan hozirgidek Rasululloh alayhissalom davridan iborat shu davrda Qur'oni Kerimning o'qishini keltirishga qurbatinglar yetmasa, bundan keyin kelishakda hargizmi o'qishini keltirishga qurbatinglar yetmaydi. Qur'oni Kerimning suralaridan biror surani keltirishga qurbatinglar yetmaganlik uchun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga iymon keltirish bilan, Allah subhanahu va taologa itoat qilish bilan Allah Taolaning do'zax azobidan saqlanib qolinglar. Bu do'zax azobi Allah Taolaga va payg'ambarlarga bo'libmi oxirgi payg'ambar Muhammad alayhissalatu vassalamga tushirilgan Qur'oni Kerimga tong'uchi kofirlar uchun tayyorlangan Allah Taolaning müjzelerini anglab turib, qalbini tashdaq qilib anglag'ili, nasihat qabul qilg'ili unamagan insonlar va tosh yiqilg'i bo'ladigan do'zax. Allah Taolaning payg'ambari, iymon aytgan va yaxshi amal qilgan xolis mu'minlarga ularning qalblarini to'shqizadigan xursandlik bilan bishorat bergin. Ular uchun oxiratda oliy qasrlari va daraxtlarining soylari ostidan o'stanglar iqib turadigan ajoyib bog'lar bor.
Her kaçan Allah Subhanahu ve Teala o cennet ehliga cennette lezzetlik meyvelerden bir türünü rızık qilib bersa, cennet ehli bizge Allah bu rızık türünü bundan burunmu rızık qilib bergan deyishidi. Cennet ehli o rızık berilgan rızıkning ko'rinishida, rangida, ismida burun berilgan rızıkka o'xshash ko'rinishni ko'rsimi, hozir yangidan berilgan rızıkning ta'mi va lazzatida yangicha o'zgachilik lazzatini tatiydi. O cennet ehli uchun cennetlarda her qandaq hissi kirning turlari, kichik tarat, hayzdar bo'lish degandek va ma'naviy kir, ma'naviy nijosat, ma'naviy yomon axloqning turlaridan, masalan, yolg'onchilik, yomon axloq deganga o'xshash har qandaq kirlardan pok ayollar bor. Ular cennet ve cennetning ne'matlari ichida hamisha davomli yashaydi. Cennette ölüm yok. Cennetten qo'g'linib chiqib o'tilmaydi. Ya'ni ular cennetden chiqib ketmaydi. Birinci nokta. Allah Subhanahu ve Teala burunqi payg'ambarlarni shu vaqtdagi muhim bo'lgan, shu vaqtning davriga xos moddiy mo'jizalar bilan kuchlantirgan. Masalan, İsa aleyhissalatu vesselam davrida doktorluk taraqqiy qilgan bir davri. Musa aleyhissalatu vesselam davrida sirgarlik taraqqiy qilgan bir davri bo'lg'achqa, İsa aleyhissalatu vesselam davrida Allohning izni bilan o'likni tirgizadigan va ko'rni saqaytadigan, Musa aleyhissalatu vesselam davrida hassi yilonga aylanadigan mushundaq mo'jizalik dalillar bilan ularni kuchlantirgan. Bu mo'jizik dalillar şu peygamberler bar vaqtida birga ishlab, peygamberler ketgandan keyin birga ketgan. Lekin peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselamga davri qiyomatgacha uning sirlari tugab qolmaydigan va davri qiyomatgacha yangi ilmiy mo'jizalari doim oshkora bo'lib turadigan, her tarafdan mo'jiza bo'lgan Qur'oni Karimni ilmiy mo'jizaga toş qazab tushirgan. Peygamber aleyhissalatu vesselam aynı vaqtida Allah Subhanahu ve Teala'nın ayet, Qur'oni Kerim dalil mo'jizalarini sahabelerge taklif hisobicha so'zlab bergan va tushuntirib bergan. Nurg'ulg'an ilmiy mo'jizalar Peygamber aleyhissalatu vesselamdan keyingi avlodlarga, keyingi insonlarga va dunyoning taraqqiy qilishga qoldirilgan. Qur'oni Kerim shundaqla qiyomat kishi keladigan nurg'un sirlarga va nurg'un haqiqat mo'jizalarga to'shib ketgan. Shuning uchun hozirgi davrda, burunqi davrda ochilmagan Qur'oni Kerimning ilmiy mo'jizalari ochilgan. Bu ilmiy mo'jizalardan birisi burunqi davrda Allah Subhanahu ve Teala mushu oyatni tushirgan vaqtida, shu vaqtdagi insonlar uning ma'nosini tushunib yetib bo'lolmagan bir ayetni keyingi ilim fan davrida bu ayetning ilmiy mo'jizasi oshkor bo'lgan. Masalan, Allah Subhanahu ve Teala Qur'oni Karimda aytgan: "Haqiqatan bizning oyatlarimizga kofir bo'lgan kishilar, biz ularni yaqinda do'zaxga kirgizamiz. Do'zaxda ularning terilari do'zax o'tidan kuyib pishsa, biz o terilarning o'rniga yana boshqa bir terilarni almashtiramiz. Ular Allah Taala'nın azabını tetiş için hakikaten Allah galip, hikmetlik iş kılgıcı oldu dedi. Mana bu ayette bizge Allah Subhanahu ve Teala bir ilmi mo'jiza gösterdi. O boşumu tire ot yoki har qandaq bir dard azobni tetishda birinchi o'rinda turdi. Teridagi hujayralar kuyib ketib bo'lgandan keyin o terining hujayralari qayta almashmasa dard alamning og'riqi pasib qoladi. Shuning uchun Allah Subhanahu ve Teala qiyomat kunisi kofirlarning terilari kuyib bo'lgan vaqtida
Allah onun onuğa Allah'ın azabını qayt tetkiz üçün yana yeni teri almashtırganligini bildirgan. Endi muşu ilmi mo'jiza hozirgi davrda oshkor bo'lgan. Mana hozirgi davrda mush azobning, dad alamning terida bo'lganligi yeni ilm fan orqali oshkor bo'lgan. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo bizga davri qiyomatgacha uning mo'jizalari oshkor bo'lgan bu Qur'oni Karimni tushirgan. Ham shundaqla bu Qur'oni Karimda g'aybiy xabarlar ayni vaqtda payg'ambar alayhisolatu vasallam orqali Qur'oni Karimda berilgan g'aybiy xabarlar payg'ambar alayhisolatu vasallamdan xabar berilgan piti dunyoga oshkor bo'lgan. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim degan bizningki Qur'on dalillarimiz, mo'jizalarimizni dunyoning atroflarida ko'rsatamiz. İnsanlarning o'zlarini ko'rsatamiz. Ularga Qur'oni Karimning haq ekanligi oshkor bo'lsin uchun. Sening Parvardigoring har qanday ishda shohid, har qanday ishni Parvardigoring o'zi ko'rib turib qildiganligi yetarli bo'lmadimi dedi. Shuning uchun mana bu oyatda davr qiyomatgacha Alloh subhanahu va taoloning Qur'onda keladigan nurg'un ilmiy, mo'jiz haqiqatlari bizga oshkor bo'lganligi aniq bayon qilingan. Hozirgi davrda har taraflama, masalan, Qur'oni Karimning qonun, shariatdagi ilmiy mo'jizasi, Qur'oni Karimning osmon jismidagi ilmiy mo'jizasi, Qur'oni Karimning axloqdagi ilmiy mo'jizasi, Qur'oni Karimning balog'at, her türlük söz kurashtirishdagi ilmiy mo'jizasi, Qur'oni Karimning suratlab berishdagi ilmiy mo'jizasi, Qur'oni Karimning doktorluk, inson jismlari to'g'riliq ilmiy mo'jizasi degandek yana nurg'unlagan hozirgi davrda 30 necha xildan ortiq ilmiy mo'jizalar oshkor bo'lgan. Yana qiyomatgacha nurg'un ilmiy mo'jizalar oshkor bo'ldi. Bu Qur'oni Karimning ilmiy mo'jizalaridan birisi g'aybiy xabar. Qur'oni Karim bergan g'aybiy xabarninki amaliyotda rostlashishi. Masalan, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mushu Rum xalqining Rumliqlarninki Parislar ustidan, Paris kafirlari ustidan bir qitim mag'lub bo'lib ketgandan keyin yana qayta g'alaba qildiganligini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda alohida tilg'agan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mush Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo xabar bergandek bu xabar rost chiqqan. Bo'libmi Alloh subhanahu va taolo mana Qur'oni Karim deganki, Alif Lam Mim Rum xalqi mag'lub qilindi. Yer sharining tuvan tarafida. Ular mag'lub bo'lganidan keyin yaqinda g'alabaga erishdi. Bir qancha yilda g'alabaga erishdi. Alloh taolo shundir barliq ish bundan burunmi va bundan keyinmi? Shu Rumliqlar g'alabaga erishganda mu'minlar xushal bo'ladi degan. Chunki Rumliqlar ayni vaqtda kitob ahli edi. Parislar ular butparastdi. Chunki Parislardan Rumliqlar bizmi Alloh taolo tushirgan kitobga amal qildigan bo'lg'achqa bizga yaqinroq edi. Shuning musulmonlar ayni vaqtda mushu Rumliqlarning g'alaba qilishi bilan bo'lgan bishorat qarta xushal bo'lgan. Bu yerdagi muhim mo'jiza nima desa, zaminning tuvan tarafida Rumliqlar mag'lub qilindi degan. Shu vaqtda urush bo'lgan, Rumliqlar mag'lub bo'lgan joy hozir ilmiy fan tadqiqot taraqqiy qilgandan keyin xalqaro teleskoplar oshkor bo'lgandan keyin shu eng yer sharining chuqur, tuvan, past yer ekanligi oshkor bo'lgan. Demak, mana bu Qur'oni Karimning mo'jizalarininki haqiqatan Alloh subhanahu va taolo tushirgan mo'jiza ekanligi va Qur'oni Karimning Alloh subhanahu va taoloning so'zi ekanligi, payg'ambar alayhisolatu vasallamning Alloh subhanahu va taolo avatgan payg'ambar ekanligining amaliy dalili. Hamshiraqlar Qur'oni Karim qiyomatgacha ochiladigan mo'jiza, ilmiy sirlarga to'shib ketganligining dalili. Ikkinchi nuqta. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda mimma nazzalna ala abdina bizga ibodat qilib qulchilik qilgan payg'ambarga biz tushirgan Qur'oni Karimdan shaklanishdi bo'lsanglar deb payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni Alloh subhanahu va taolo o'ziga cho'qinib qul bo'lgan banda deb abdi degan sifat bilan sifatladi.
bu orqali bizga shuni uqtirdiki, payg'ambar Muhammad alayhissalatu vassalam Alloh taologa xolis shirk keltirmay cho'qinishda Alloh taolo e'tirof qilgan eng birinchi shaxs. Ham shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhissalatu vassalamning barliq qilgan da'vat, ijtimoiy va siyosiy va diniy har qandaq bir shaxsiy ibodatlarining hammasi Allohning oldida maqbul bo'lgan payg'ambar. Payg'ambar alayhissalatu vassalamdek Allah subhanahu va taologa hech narsani shirk keltirmay xolis cho'qinadigan va Alloh taologa xolis ibodat qiladigan mana mushundaq payg'ambarlar ondan Alloh subhanahu va taoloning payg'ambar qilishiga, Alloh subhanahu va taoloning hidoyat berishiga arziydi deganligini bildirish. Shuning uchun Alloh taologa ishonib payg'ambar alayhissalatu vassalamning yo'lida ma'man deydigan har qanday bir mu'min payg'ambar alayhissalatu vassalamga o'xshash hech qandaq narsani shirk qilmay Alloh taologa cho'qinsa, ham ibodatda butkul vujudi bilan Alloh subhanahu va taologa xolis qulchilik qilsa, mana mushundaq xolis qulchilik qilgan mu'minlarning payg'ambarlarning varisi bo'lgan, bo'libmi payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning varisi bo'lgan mushundaq xolis mu'minlarning qo'lida Qur'oni Karimning nuri, hidoyati yo'riydi. Qur'oni Karim dunyoga mana mushundaq xolis mu'minlar bilan dunyoga yeyiladi va dunyoga hukmron bo'ladi deganlikni bildirdi. Shuning uchun qarindoshlarimiz biz Muhammad alayhisolamning izbosarlari biz da'vosak, biz Alloh taologa xolis bo'lib e'tiqod qilishimiz va payg'ambar alayhisolatu vassalamningki qilgan barliq ibodatlarni o'li qilib, payg'ambar alayhisolatu vassalam ibodat qilgandek da'vat, dinni yetkizish, sabr qilish, İslamiyetni kengaytish, kafirlarning har qandaq musibat aziyatlariga bardoshlik berish, haqda ching turish, Alloh taolo payg'ambar alayhisolam orqali buzayotgan barliq namoz, roza, zakat, haj, da'vat va diniy bo'lgan Qur'onga uyg'un bo'lgan jihad har bir Alloh subhanahu va taoloning hidoyatlarini o'zimizning hayotida tatbiqlash, kufri zulmidan iymon nuriga mazlum insonlarni chiqarishdan iborat payg'ambar alayhissalatu vassalamning barliq hayotini amaliy o'zimizning hayotida ulgu qilib amillashtirsak, mana mushundaq payg'ambar alayhissalatu vassalamni ulgu qilib hech qandaq shirk yoki riyo ya nifoqlik aralashtirmagan mu'min qullarga Alloh subhanahu va taolo o'zining hidoyati bo'lgan Qur'oni Karimni va Qur'oni Karimning nurini amal qilish va uni dunyoga yeyishni ato qiladi. Shuning uchun yuqorqi oyatlardagi kofirlarga qarshi payg'ambar alayhissalatu vassalamni bu yerda abdi, ya'ni bizga qulchilik qilib ibodat qilgan kishi deb atadi. Har birimizni Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhissalatu vassalamga o'xshash o'ziga qulchilik qilib ibodat qilgan kishilardan qilsin. Bularmi mush Qur'oni Karimni ko'targan, Qur'oni Karimni va uning bayonoti bo'lgan sayyidlarni o'rgangan, atrofga chashmoqchi bo'lgan ustozlar va har qanday mush dinni va islomni mayli din orqali yoki tan orqali ya har qandaq ilmiy mo'jizalar orqali tushungan, har qandaq bir tushungan ilmiy musulmonlarning har qandaqiga eng bak Alloh taologa xolis cho'qinishi, eng qattiq Alloh subhanahu va taologa xolis ibodat qilishi lozimligini ham bildirdi. 3-nuqta, Alloh subhanahu va taolo bu oyatda "Valan taf'alu" sizlar hargizmi Qur'oni Karimning suralaridan o'xshash bo'lgan bir surani keltirishga kuching yetmaydi deb Alloh subhanahu va taolo mush oyatda qiyomatgacha Qur'oni Karimning o'xshidan bo'lgan bir surani keltirishga kofirlarning kuchi yetmaydiganligini jakarlagan. Mana mush oyat hozir qadar mana ko'z oldimizda ko'rinib turibdi, mo'jiza. Kofirlar kechisi yo kunduzi hozir qadar islom diniga qarshilashda, islom dinining hujjat mo'jizasi bo'lgan Qur'oni Karimni ojizlashtirish yoki uni yolg'onga chiqarish yoki musulmonlar hayotiga uni yolg'onga ko'rsatish uchun kech-kunduz tirishmoqda. Hargiz buningga beradigan kuch-quvvatini ayamoqlik bo'la. Shunda turib bugungacha
Qur'oni Karimning o'qishdan biror surini keltirishga qurbati yetmaganligining o'zi Qur'oni Karimning Alloh taolaning so'zi ekanligini uqtirdi. Ayni vaqtda Musaylimatul Kazzab degan bir kafir Qur'oni Karimning surlaridan biror surining o'qishini keltiraman deb pil to'g'riliq bir shir to'qib baqqan. Pil degan buni uzun quyruq qisqa narsa deb ashundaq bir shir to'qqan, buning hech qandaq ma'no chiqmagan. Ammo Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo Estaizu billah en qisqa sura İnna a'taynakal kawsar fasalli li robbika vanhar inna shani'aka huval abtar deb mana shu oyatda bizga nurg'ulg'an ma'no maqsadlarni islom dinining asosiy prinsiplarini bayon qilib qo'ygan. Masalan, haqiqatan biz, ya'ni Alloh sana ey Muhammad alayhisalom dunyo oxiratlik ko'p yaxshilikni berdik. Masalan, dunyo oxiratlik ko'p yaxshilikni berdik degandan har qandaq bir ish, mayli dunyolik va oxiratlik bo'lsin, dunyolik ne'mat va payg'ambarlik ne'mati hammasi Allohdan keladi. Dunyoning egasi Alloh deb Alloh taologa butkul tavhid e'tiqodini, butkul hayotlikdagi hamma narsani yaratish va cho'qinishda Alloh taologa xos qilish. Ham shundaqla Kavsarning yana bir ma'nosi sana biz Kavsar, ya'ni Havz Kavsarni berdik, ya'ni oxiratni berdik, oxiratda jannat va uning ne'matlarini berdik degandan iborat bo'lgan oxiratga ishonishdan o'zgaradi. Ham shundaqla bu yerda tasalli robbika, sening parvardigoringga namoz o'qigin deb Alloh taologa yolg'iz ibodat qilishni iborat bo'lgan va uning namolligi namozni islom dinining ikkinchi asosi bo'lgan namozni o'zgaradi. Üçüncüsü qurbonlik bo'libmi? Alloh taolo uchun hech narsani shirk keltirmay qurbonlik qilishni o'zgaradi. Hem har qanday qurbonlikni Alloh taologa berishni o'zgaradi. Hem shundaqla biz sana ko'p yaxshilikni berdik. Buning ichida payg'ambarlikmi bor? Muhammad alayhisalomning payg'ambarligini o'zgaradi. Hem mushu Qur'oni Karimning boshdan oyoq hamma ma'nolarini o'zgaradi. Muhammad alayhisolatu vassalomga ishongan, Muhammad alayhisalomning hidoyatida mangan, Muhammad alayhisalomning payg'ambarligini qabul qilganlar dunyodami ko'p yaxshilikqa, oxiratdami jannatiga erishadiganligi. Muhammad alayhisolatu vassalomdan yuz o'rib, Muhammad alayhisalomga qarshilik qilgan kofirlarning cho'qim sana qarshilik qilguchi, seni ayib nuqson qilguchi, sana ayib nuqson bo'hton qilguchi, uning oqibati halokat bo'ladi deb Alloh subhanahu va taolo bu yerda halokat bo'ldiganligini va'da qildi. Mana dunyoda nurg'ulg'an kofir davlatlar, Abu Jahil ayni vaqtda asos qilib turgan Makkadagi jahiliyat davlati qina yo'q, halok bo'ldi. Kommunizm, sotsializm ustiga qurilgan ayni vaqtdagi Rossiya qina, uni halok bo'ldi. Hitler, Yaponiya nurg'ulg'an ayni vaqtdagi hokimiyati vayron bo'ldi. Xitoy kommunistlarining burunqi xandonlik zolim kufr hokimiyati, keyingi Gomindan hokimiyati hammasi vayron bo'ldi. Hozir qismi Allohning izni bilan vayronchilikqa cho'qim Alloh subhanahu va taolo bularni yiqirdi, vayronchilikqa yuzinib ketadi. Shuningdek Alloh subhanahu va taoloning dinini qarshilashganlar qiyomatgacha halok bo'lganligini Alloh subhanahu va taolo mush oyatda o'zchagan. Demak, bu oyatda mush qisqa Inna atanaka surasida aqida, oxirat, ibodat, Alloh taolo qurbonlik berish ham siyosat hammani o'z olgan qarindoshlarimiz. Shuning uchun butkul dunyo kofirlar birlashib, mush inna a'taynakal kawsardek eng Qur'ondagi qisqa suradan bo'lgan bir o'qish surini keltirishga hozir qadar kuch yetmaganlikning o'zi Qur'oni Karim Alloh taoloning so'zi ekanligini, Alloh subhanahu va taolo tushirgan mush Qur'oni Karimga ishonmagan kofirlarga Alloh taolo ashunda qalbining tosh bo'lib ketganligi tufaylidan shunda qalbi tosh insonlar bilan ashunda tosh o'tdan ko'ydirilganligini, hamisha tosh dedi, qiyomat kuni yiqilib bo'ldigini, hamma davrdimi tosh, ya'ni mushu ko'mak qildi deyna. Mushu tosh deb Qur'onda olgan mush oyatmi hozir bir mo'jiza bo'ldi. Qiyomat kunisi Alloh taolo mushunda qattiq ko'ydigan toshlar bilan bu kofirlarni Alloh azoblaydiganligini, agar Alloh taologa ishonsa, Alloh taologa ham ishonib amal qilib
butkul hayotini islom din programmasiga uyg'un amal qilsa. Chunki Alloh taolo mush oyatning keyinida iymon aytgan va yaxshi amal qilgan dedi. Ya'ni iymon, yaxshi amal ikkisi birga bo'lib, Allah tushirgan mush vahiy ilohiyni o'zining hayot programmasi qilib, har bir sharikatlarida Qur'on, hadis va uning nurini dunyoga yo'rish uchun tirishsa. Chunki Qur'on va hadis va uning nuri u mu'minning hayotida yo'rimasa, u mu'minda iymon va amal birga bo'lmasa, ig'izlam Alloh taolaning barligini e'tirof qilib qo'ysa, Alloh taolo uni e'tirof qilmaganligidan shunga iymon aytgan va yaxshi amal qilgan kishilarga deb Allah subhanahu wa ta'ala bularga bishoratning barligini degan. Iymonni va yaxshi amalni bilgi so'zlagan. Shunga har qanday bir qirindishimiz iymon bo'ladi ekan, mush iymonni yaxshi amal bilan bizab Allah subhanahu wa ta'alaning dunyodami va oxiratdami baxtiga erishadigan haqiqiy baxtiyor musulmonlardan bo'lishimizga tirishchilik qilishimiz kerak. Ana shunday vaqtimizda ondan Qur'oni Karimni hurmat qilgan bo'lamiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga haqiqiy agashgan bo'lamiz. Yangi bo'lgan Alloh taolaning parlaq qalbisiga ondan erishalaymiz. Yana bir nuqta, Allah subhanahu wa ta'ala "Va bashshirillazina amanu va amilus solihat" iymon aytgan va yaxshi amal qilganlarga bishorat bergan dedi. Ulu qandaq bishorat bo'ladi? Birinchisi, iymon aytgan, yaxshi amal qilgan odamlar do'zax ahli kiradigan do'zaxdan qutulib qoladi. Chunki Alloh Qur'oni Karim dedi, shu mu'minlar jannatni miros oladi. Ular Firdaus jannatini miros oladi. Ular u jannatda yemish qoladi degan. Demak, asli do'zaxdagi bir o'rin bor. Bu mu'min uchun qo'yilgan. Mu'min iymon aytganlik uchun jannatdagi kofirning jannat kiradigan o'rinni mu'min egallagan. Mana bu do'zax kiradigan o'rindan mu'min shuni bilan qutulib qolgan. Ikkinchisi, mu'min nim bilan bishoratlik turadi? Do'zaxdan qutulib qolish bilan ham saqlanib qolmay, Alloh taolo dedi: "Faman zuhziha anin nari va udkhilal jannata faqad faza." Har qandaq bir odam do'zaxdan yiroqlashtirilib, jannatga kirgizilsa, maqsadga erishadi dedi. Chunki Alloh subhanahu va taolo yana bir oyat deganki, "Sizlar insonlardan mayli mu'min, mayli kofir bo'lsin, har qandaq birsinglar jahannam oldiga kelisizlar." Jahannam oldiga kelish Alloh taolaning keskin hukmi. Ondan biz Alloh taolaga ishonib taqvodor bo'lgan mu'minlarni do'zax azobidan qutqizamiz. Zolimlarni tizinib o'ltirgan holatda do'zaxga tashlab qo'yamiz dedi. Demak, Alloh subhanahu va taolo har qandaq bir inson, har qandaq bir musulmonni sirat ko'rikdan o'tkazadi. Kofirlar sirat ko'rikdan chiqib ketadi. Mu'minlar har birisi o'zining iymoni amaliga yarasha, ba'zi ushqandak, ba'zi o'rta hol, ba'zi asto, hatto chiqindiq o'tgandek eng tiz holatda shundaq sirat ko'rikdan o'tib ketganlar, yana Alloh taolo qarshi kofirlar do'zaxga shu yerdan chiqib ketadi. Shuning uchun biz mana shundaq do'zaxga chiqib ketadigan yomon oqibatdan qutulish bilan bishorat bilamiz. Ham shundaqla Alloh subhanahu va taoloning mangulik tugamaydigan, insonlar o'lib qolmaydigan, insonlar yo'qolib ketmaydigan shundaq bir jannatga yo'limiz. Ham bu yerda ko'zimiz ko'rib boqmagan, quloqimiz anglab boqmagan ne'matlarga erishimiz. Shuni Alloh taolo deyki, hech qandaq jon ular uchun ko'z xursandligidan yushirilgan ne'matlarni bilmaydi. Ular aytgan iymon va yaxshi amalning mukofoti bo'lib degan. Shuning uchun biz mushundaq jannatga erishimiz deydiganmiz. Biz Allah subhanahu wa ta'alaga xolis bo'lib, Alloh taolo bizga tushirgan mush Qur'oni Karimni zodi Alloh taolaning mo'jiza deb qabul qilib, mush Qur'oni Karimning barliq ilmi va har qandaq mo'jizaviy barliq dalillarini e'tirof qilib, hayotimizga tatbiqlab, birdan-bir dunyoda yuqori ko'tarib, amaliy hayotimiz bilan Qur'oni Karim va uning nurini qo'g'disak, Alloh subhanahu va taolaning qo'llashiga, yordamiga va Alloh taolaning e'tirof qilib jannatni birishiga erishamiz. Yana bir nuqta, Alloh subhanahu va taolo bu oyatning oxirida jannat ahliga har qitim berilgan rizqda burunqi rizqqa ko'rinishi o'xshig'ini bilan ta'mi, rangi, uning xushfurqi, uning lazzati o'xshamaydigan yangi rizqlarni berdiganligini,
Hem shundaqla o berilgan meva-chevalar, o jannatning rizqlari dunyoning rizqlariga shaklda o'xshani bilan ma'naviyati, ta'mi, uning lazzati, uning rang va puroqlari alohida o'zgacha tam ekanligi. Hem shundaqla bu jannatda yegan tamoqlarning keynidan qo'saq og'riq yoki har turlik ortiq pesatlar va ortiq narsalar chiqmaydiganligi, balki bu jannat mevalari odamning vujudiga shundoq singishlik, lazzatlik bo'lganligini Alloh taolo bayon qilgan. Bu nima uchun mukofot berilgan? Mush Alloh subhanahu va taoloning Qur'onidan yangi lazzatlik his tuyg'ular va aqida tushunchalarni vujudiga singdirib hayotida amallashtirgan bo'lganligi uchun Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunisi ularga mana shundoq yanglab rizqlarni beradiganligini uqtirgan. Har birimizni mush jannatning mevalaridan, huzurlangichlardan bo'g'il nasib qilsin. Yana bir nuqta, Alloh subhanahu va taolo bu oyatning oxirgi nuqtasida "Valahum fiha azvajun mutahharatun va hum fiha xolidun." Ular uchun jannatda har qanday ayb nuqson kirdan pok ayollar bor. Ular o jannatda hamisha mangu qoladi degan. Demak, inson dunyodagi vaqtida yaxshi, solih ayolga ega bo'lsa, uning hayoti va uning avlodi, oilasi dunyoning bog'laridan bir boqqa aylanadi. Chunki dunyo ne'matining yaxshisi erga nisbatan yaxshi ayol. Agar u ayol og'zi buzuq yoki boshqalarni o'zidan saqlamaydigan, achchig'i yomon, erga ko'ngil bilmaydigan, oilada jidal majra qurmaydigan, tili ittik bo'lib qolsa, mana shundoq ayol u erga, u erning oilasiga nisbatan aytgan chaqda yomon o'lga va baxtsizlik va dunyoning xapliqlaridan bu bir xapliq joylashgan o'yga aylanib qoladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo oxiratda har qandaq ishki va tashqi bo'lgan xapliqdan xoli bo'lgan teshi ko'rinishimi pokiza, qalbi, ruhi, ma'naviyatimi sap, ashundaq go'zal pokiza ayollarni Alloh subhanahu va taolo juplab berdi. Endi mush dunyodagi ayollarni ularga ham juplab berdi. Bu ayollarning qalbidagi ba'zi erlaridan norozi bo'lish, erlari ayollaridan norozi bo'lishni iborat bo'lgan dunyodagi norozilikni Alloh taolo qanday qiladi desa, Alloh taolo deyki, astag'firu billah va naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surrin mutaqabilin. Sura Hijr 47-oyat. Biz o jannatga kirgan mu'minlarning ko'ngillari, yuraklarida bor o'ch adovat ginini tatib chiqarib o'tamiz. Hammasi bir-biriga qarindosh bo'lgan holatda bir-biriga qarshib taxtlar ustida o'tirishdi dedi. Demak, Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunisi har qanday bir mu'min, mayli u er bo'lsin, ayol bo'lsin, har qanday mu'minlar orasidagi o'ch adovatni Alloh subhanahu va taolo chiqarib o'tadi. Oxirgi nuqta, mana shu jannatda bular zodi bu oilasimi baxtlik, o'zimi baxtlik, hayotimi baxtlik, hech qanday ko'ngilsizlik bo'lmaydigan shunday hayotda kanguru tugamaydigan, yanglab kelayotgan noz-ne'matlar ichida oliy qasr imoratlar ostidan o'stanglar iqib turadigan. Masalan, bir qasrning tepasida o'lsak, qasrning ostidan, ostiripidan o'stanglar oqidi. Hasal o'stinga, sut o'stinga mana. Dunyoda unda taraqqiyot hech qanday bir yerda bo'lib boqqan yo'q. Mana shundoq ne'matlarning bo'lib pulisini nat to'lagan mush dunyoda bergan. Mush dunyoda bergan mushunda mu'minlarga Alloh subhanahu va taolo mush hayotdagi qisqa hayotini Alloh uchun bersa, ularga mangu tugamaydigan, ham u yerdan chiqarib o'tilmaydigan, ham chiqib ketmaydigan, ham o'lib qolmaydigan mangulik jannatni berdi.